Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Allohning go'zal ism sifatlaridan biri bo'lgan Assalam ismining ma'nosini o'rganamiz. Allohning Assalam ismining ma'nosi o'zga hech qanday nuqson yetmaydigan, bandalariga salomatlik ato etadigan, jannat ahliga salom beradigan zot degan ma'noni anglatadi. Olimlar ta'kidlashicha, suyak hujayralari odatda 40 yillab uxlaydi. Ammo insondagi suyak sinsa, ushbu hujayralar uyg'onib, inson suyagini qaytadan tiklab, bir-biriga ulab qo'yadi. Bir o'ylab ko'raylik. Singan suyak o'smasa, bir-biriga ulanib, bitib ketmasa, nima qilar edik? Allohning Assalam ismining mana shu nuqtada gavdalanadi. U zot insonni go'zal suratda yaratdi. Uning jismini o'zini davolaydigan, tiklaydigan qilib qo'ydi. Ishdagi nervlar unda biror kasallik boshlanayotganini og'riq vositasi bilan bildirib, darak berib turadi. Shuning uchun darhol tish doktoriga borib, ularni muolajalar qildirib olamiz. Aks holda ham azob chekamiz, ham tishlardan mahrum bo'lamiz. Bunday o'ta nozik his qilish a'zosining faoliyatida ham Allohning Assalam ismi namoyon bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.